Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni va like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, bizda tezkor xabar. Portugaliya O'zbekistonga qarshi o'yinga Ronaldo va yana bir hujumchini tayyorlamoqdami? Va shu haqda batafsil. Portugaliya terma jamoasi hujumchisi Joao Felix Jahon chempionati 2026 guruh bosqichidan o'rin olgan navbatdagi uchrashuvda Cristiano Ronaldo bilan birgalikda asosiy tarkibda maydonga tushishi mumkin va bu haqda Rekord nashri xabar tarqatdi. Jamoa bosh murabbiyi Roberto Martinez O'zbekiston terma jamoasiga qarshi kechadigan bo'lajak bahs uchun turli taktik variantlarni ko'rib chiqmoqda va birinchi daqiqalardan boshlab maydonga bir yo'la ikkita hujumchini tushirish ehtimoli yuqori. Eslatib o'tamiz, Portugaliya terma jamoasi mundialdagi debyut o'yinda kutilmaganda ochko yo'qotib, Kongo DR bilan durang, ya'ni 1-1 o'ynagan edi. Portugaliya va O'zbekiston terma jamoalari o'rtasidagi bahs seshanba kuni 23-iyun sanasida bo'lib o'tadi. Uchrashuvning bosh hakami hushdagi Toshkent vaqti bilan 22:00 da yangraydi, deyiladi manba xabarida. Kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni va like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Siz bilgan va bilmagan xabarlar hali oldinda.